Kayfiyatingizni ko'taruvchi va mitti bolalarni dunyosini o'rganuvchi mittilar ko'rsatuvi yana efirda. Assalomu alaykum. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz homiysi Numa Kids savdo belgisi. Agar farzandlaringiz sog'lom rivojlanishini istasangiz, unda Numa Kids vitaminlarini tanlang. O'yin o'ynaymizmi? Ro'parangizda aylanadigan stol bor. Sekin aylantirasiz, ro'parangizga kartochka tushadi. O'sha kartochkada savollar, shartlar yozilgan. Agar savolga to'g'ri javob bera olsangiz, shartlarni bajara olsangiz yutasiz. Agar bajara olmasangiz yutqizasiz va idishdagi narsani yeyishga to'g'ri keladi. Kelishdikmi? Aylantiring. Demak, davlat madhiyasini aytib bering. Serquyosh. Serquyosh u o'rjam, menga baqlajon, sen o'zing do'stlari behajot. Qoyil, keyin safar yaxshilab yodlab keling, bo'ptimi? Oling bittasini. Serquyosh qurilgan yag'nim edi. Elga baxtiyor. Keyin safar madhiyani yodlab kelinglar, yutqiz deydi. Esimizdan chiqib qo'yapti. Esingizdan chiqmasin davlat madhiyasi. Oling bittasini. Serquyosh urgan erga baqlajon, sen o'zing do'stlarga yo'ldosh, u mehribon. Qoyil, keyingi safar yaxshilab yodlab kelasiz, xo'p? Serquyosh urgan erga baqlajon, sen o'zing do'stlarga yo'ldosh, mehribon. Qoyil, barakalla, lekin yana ham yaxshiroq yodlab kelasiz keyin safar. Serquyosh hali bilmayman. Hali yodlamadingizmi? Qachon yodlaysiz? Keyingi kelganingizda yodlab keling, bo'ptimi? Kelishdikmi? Serquyosh Hur. Bilmaysizmi? Bo'pti, keyin safar yodlab kelasiz. Yo'q, katta bo'lsam yodlash bilaman. Katta bo'ldingiz-ku. Yo'q. Endi akam deb bo'lsam bilaman. Akangiz necha yosh? Akamni katta menda. Akangizdagi bo'lsangiz yodlaysiz, a? Abdulloh sochingizni zo'r olib qo'yishibdi, sartaroshlar. Kimga oldirdingiz sochingizni? Tog'amni o'rtog'iga. Tog'ingiz o'rtog'iga. Nimaga o'g'il bola mana bu yerga rasm chizib oladi? Aktyor bor. Aktyorlar shunaqa chizadi. Qoyil. Alixa, uyda kim yashaydi? Mana siz yashaysiz. Buvam, dadam, men, oyim, tog'am, o'zim, opam, boshqa uyda yashaydi. Qoraqamishda yashaymiz. Opanggiz ne boshqa uyda? Sizlar bitta uyda yashamaysizlarmi? Yo'q. Har xil uyda yashaysizlarmi? Oila bittami? Yo'q. Buniki addini, oysim haligi addini. Sizniki alohida oyingiz, bularniki alohida. Sizlar bir-biringlar shunda kim bo'lasizlar? Mana opam, mani ukam. Sizlarni ota-onanglar kim bo'ladi? O'rta bo'lishadi. Ota-ona bo'lishadi. Opangizni, adalari sizga kim bo'ladi? Pochcham bo'ladi. Pochchangiz. Oyisichi? Oysim. Xolangizmi? Xolangizmi? Tushunarli. Endi tushundim. Siz o'zcha qarang. Biz siz bilan har zaman o'yin o'ynaymiz. Siz meni o'yinimni o'ynab ko'rmagansiz. Qaysi o'yiningizni o'ynashim kerak men? Bitta o'yin o'ynaymiz. Agar top olishingiz, men sizga savol beraman. Bermayman. Siz menga savol. Agar top olmasangiz, men sizga savol. Bo'pti. Qarang, qarang. O'yinni ota 8 ta testli bo'ladi sizga deyman. Mana. O'zingiz topishingiz kerak. Xo'roz qatga tuxum qo'yadi? Inigami yo Xo'roz tuxum qo'ymaydi. Sigir nimaga yotadi? Nimaga yotadi? Nima deganingiz? Sigir nimaga yotadi? Ikkita javobga noto'g'ri, uchta javobga noto'g'ri javob bersangiz bo'ldi, chiqib ketadi. Sigir yotmaydi-yu? Yo, sigir uxlaydi, mana uxlaydi, o'sha nimaga uxlaydi? Yo, nimaga yotadi o'zi? Uyqusiga yotsa kerak-da. Savol noto'g'ri, bitta minus. Savol noto'g'ri? Yo, savolni. Nima ekan javobini ham ayting-da. Sigir o'tirib shuncha yotadi. Xo'p, mantiqiy ekan, xo'p. Nega odamlar
O'tirishadi. Nima degani o'zi? O'tiradi odam bo'lgandan keyin. Yo, nimaga o'tirishadi? Men shu javob berishingiz kerak. Gaplashib o'tirishadi. Yo'q. Dam olib o'tirishadi. Yo'q. Odam tura oladi, yota oladi. Savol aytaymi? Ha. Agar uni tursa-chi, anaqa o'tirish kelib qoladi. Shuning uchun. Yemadi. Yedi. Ha, boshqa savol beraman. Mana shu savol bera olmayapman men. Mana sizga savol. Savol sizga mana shunaqa. Qaysi suvda ichsa bo'ladi? Malakonda, malako sut bor. Sut, ha. O'shani banaqada, bankadami yo krujkadami? Bo'pti, boshqa savol bering, unga o'zim ham tushunmadim. Roziyaxon, mana oilada siz borsiz, yana kim? Buvingiz bor, yana keningiz, akangiz, singlingiz, oyingiz, yana 3 ta singlim. 3 ta singlingiz, Keyin otam. adingiz, hop, Adamas otam. otangiz, aha, Adam oyim. adingiz, oyingiz. 12 kishi. Shunaqa ko'pchilikmisizlar. Qanaqa qilib bitta uyga sig'asizlar? Bitta uyga emas. Biz ajrab ketganmiz. Ha, hamma har xil uyga Ha, yashaydi. yo'q, men domda yashayman. Men, keyin oyim, Adam, singlim. O'zim radnoy singlim. Ular bilan qo'shnimiz uyida turishadi. Ha, qo'shningiz uyini sotib olishgan. Yo'q. Ha. Utta jivarlarni hammasini olib kirishgan. Utta jivarlarni olib solishgan, keyin uxlashadi. Bitta ikkinchi uy ham bor edi, xona ham. Sutta keni ham, Farruh akam. Keyin mana 2 ta singlim turadi. Keningizni bolalar, to'g'rimi? Tushunarli. O'zingizni singlingiz necha yosh? 4 yosh. 4 yosh. Qoyil. Opa bo'lish qiyinmi? Singlingizga qaraysiz, yig'laysiz, qaraysiz. Kutib tur, bunaqa oying ketadi. Hozir kutib turasan, hozir oying keladi deb urasiz. Qiynalib ketasiz, bolani tinchlattirasiz. Katta bo'lib qopsiz-da siz, katta opa bo'libsiz-da. Bugun sizni kim chiroyli qilib bo'yantirib qo'ydi? Ana adam salonga bordi, shunda bo'yantirib qo'ydi. Salonga bordinglarmi? Sochlaringizni prichoska qilishdimi? Qoyil, necha soat o'tirdingiz? Undan o'tdik, keyin ana ketadigan vaqt ketdik. Ketadigan vaqt ketdinglar. Sochingizga zakolkani kim taqib qo'ydi? O'sha salonchi. Salonchi. Ko'ylaringizni kim olib berdi chiroyli? Adam? Kolgotkalaringizni-chi? Adam? Zo'r ekan-a. Almashamizmi? Oyoq kiyimingizni zo'r ekan, almashaylik. Sizga sig'maydimi? Sig'dirib olaman. Tilib ketadi kichkina. Yo'q, oyog'im kichkina meni ham. Siz katta-ku, kattalarga kattasi, kichkinalar kichkinasi. Bo'pti, boshingizga zakolka bilan almashaylik. O'zingiz ham salonga borib qo'ying, taqalmikan. Salonda taqmaydi menga unaqa. Taqadi, bo'yatib qo'yadi. Bo'yantirib ham qo'yadi. Necha pul beraman keyin salonga? Bilmayman. So'ramadingizmi? Adres to'lagan bo'lsa kerak-a. Juda ham yaxshi. Ko'rdingizmi? Ha. Nimadir ishib turibdi, o'sha chaqgan ana, boshlamda. Ari chaqdimi? Ko'zingizni-ya? Yo'q. Ha, yuzingizni. Mamitimmi, orqammi? Mamitimmi? Shirin bolasi-da shuncha ari chaqqan. Turish qilib baqirdi. Keyin boshi meda yiqildi-da. Bitta meda qaroq bosib qo'ydi-ya o'ziga. Meda svetcha solib qo'ydi-ya orqasiga. O'shani chin kuydi. Qilib bitta yiqilib urdi boshini. Arimi? Sizmi? Bitta bola. Sizni chaqqan bo'lsa, u bola nimaga yiqiladi? Demak, o'yin o'ynaymiz. Mushuk desam, mana qilasiz. Qiling-chi. Kuchuk desam, chapachalasiz. Sichqon desam, buni qilasiz. Kelishdikmi? Mushuk. Kuchuk. Mushuk. Sichqon. Kuchuk.
Mushuk. Mushuk. Sichqon. Mushuk. Mushuk. Adashdingiz. Oling bittasini. Kuchuk. Yo'q, noto'g'ri. Bitta. Nimaga no'g'rimda? Bitta. Yeb ko'ring-chi. Asika. Olchani. O'rtog'i. Mushuk. Mushuk. Yutqizdinglar. Qani? Necha? Oling bittasini. Yoqmaydi narsa. Nima yoqmaydi? Shirin-ku. Yoqmaydi menga. Yeb ko'ring. Mushuk. Kuchuk. Sichqon. Sichqon. Kuchuk. Mushuk. Kuchuk. Kuchuk. Mushuk. Sichqon. Mushuk. Sichqon. Sichqon. Adashdingiz. Oling. Nima bu? Smorодина. Zo'r narsa. Mushuk. Kuchuk. Sichqon. Sichqon. Kuchuk. Mushuk. Mushuk. Sichqon. Oling bittasini. Mushuk. Kuchuk. Sichqon. 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 Mushuk. Adashib ketdingiz. Demak, oling bittasini. Oilada kim ko'p kuladi? Siz ko'p kulasiz. Nimaga? Faqat kulgili narsalar ko'raman-da. O'shanga ko'p kulasiz. Mana shu kampir o'tiribdi-yu, chol o'tiribdi, yonimda o'zi kuladi. Oilada eng kuladiganman singlim. Singlim. Singiz ham bor. Mana shu kampir bilan, o'sha singlim kampir bilan ukam chol kulishadi. Men. Nimaga? Mana. Chunki men hamma narsaga kulaveraman. Hammalar uchirayotganda deb kulaveraman. Odam agar anaqalar har xil konsertda ko'rib qolsalar ko'radilar. A tak ular har doim hazillashadi. Mana hazillashadi. Nima deb hazillashadi? Ular har doim anaqa hazillashadi. Bir bachani chiqarib qo'yadi, yaqin va hazillashadi. Hadi o'yin bunday. Qulaylikka o'shga al degansiz-ku. Oilangizda eng ko'p kuladigan odam kim? Men. Nimaga? Chunki odam narsalarni olib kelsa, har kuni kulaman-da. Oyim mani kuladi. Nimadir qiziqarli narsa bo'lsa kuladi. Oyingizmi? Yanachi? Ani kuladilar, ish qiladilar. Adingiz nima ish qiladilar? Odamni mollarini qaydi, bolajon qo'yadi, telefon qo'yadi. Bolajon ko'radi? Telefon, bolajon qo'yadi. Adingizmi? Qiladigan ishlari yo'qmi? Bor, Nima ish qiladi yana? mollarni sug'oradi. Mollaga qaraydilar. Farzandingizning immunitetini ko'tarmoqchi bo'lsangiz, unda Fanni multivitamin kompleksini tanlang. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz homiysi Numa Kids savdo belgisi. Ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar siz farzandingizni mittilar ko'rsatuvida ko'rishni istasangiz, unda internet tarmoqlari yoki telefon raqami orqali murojaat qiling. Xayr, salomat bo'ling.